Assalomu alaykum. Bugun bir ajoyib misol ko'ramiz. Mana shu ifoda berilgan. Demak, buni topishimiz kerak. Buni biz qanaqadir k deb olsak, shunda a ning to'rtinchisi 6a kvadrat plus k ko'rinishda bo'ladi. Olib a ning to'rtinchisiga qo'ysak nima bo'ladi? Demak, 6a kvadrat plus k plus 12 tamsil a kvadrat teng 34 ga a kvadrat ko'paytirsak a ning to'rtinchisi 6a ning to'rtinchisi plus k kvadrat plus 12 minus 34 a kvadrat teng. Endi qaranglar, mana bu o'rniga yana mana shuni qo'yamiz. Shunda nima bo'ladi? 36 a kvadrat plus 6k keyin plus k minus 34 a kvadrat plus 12 degan tenglik hosil bo'ldi. Bu esa k minus plus 2 a kvadrat plus 6k plus 12 degan tenglikni hosil qildi. Demak, bu 0 ga teng bo'lishi uchun mana bu 0 ga teng bo'lishi kerak. Bular 0 ga teng bo'lishi kerak. Shunda k teng minus 2 deb kelib chiqadi. Ya'ni buni ham 0 ga tenglashtirib minus 2 bo'ladi. Demak, biz topishimiz kerak bo'lgan a ning to'rtinchisi minus 6 a kvadrat teng k ga, ya'ni minus 2